Assalomu alaykum YouTube ahli, super mega chegirma eng arzon narxlarida 500 km yuradigan xizmat qilib berdik. Ya'ni propan uстановки, trekker avtomobilimiz ham bemalol 450-500 km yurishi mumkin. Faqatgina propan qo'ysangizgina, faqatgina sizdan so'raladigan narsa tanlovni to'g'ri qilishingiz kerak. Xo'p, Kia Sonet avtomobili kreditlar mana shunday turadi. Xo'p, ko'rib o'tishdan keyin ideal bo'lib turadi. Muammo bo'lib qolmaydi. Xo'p, oldi jihozlarga keladigan bo'lsak, trekker avtomobilimiz MPI motor bilan jihozlangan. Ya'ni faqatgina mana shu joyda 8 ta injektorlar, 4 ta injektor emas. O'sha 8 ta injektorga spesial moslashtirilgan miyadan qo'yish kerak. Qaytarib o'tamiz. 8 ta injektorga moslashtirilmagan miya qo'ymaydigan bo'lsangiz, mashinangiz hech qachon yaxshi yurmaydi. Masalan, aytaylik, ko'pchilik trekkerga, Onix ga, Monzaga, Cobaltga qo'yiladigan miyadan qo'yib yuboryapti. Adashib qolmanglar, aldanib qolmanglar. Va mana shu miya bo'ladi. 8 ta injektorga moslashtirilgan. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Alex miyasi. Xo'p, mana shu motorga maksimum davlat yetkazib beradigan Atiker original Turkiyaning reduktori bo'ladi. Va reduktorda suv serklar sizga ahamiyat berasizlar. YouTube ahli, buni hamma ham sizlarga aytavermaydi. Ya'ni biz pechkadan olamiz. Ya'ni pechkada suv yaxshi axlashdan, ya'ni yaxshi aylanganning hisobiga va propanni yaxshi qizdirib beradi reduktor. O'shaning hisobiga proyekt berish ko'p bo'ladi. Ko'pchilik mana shu joylarga ahamiyat bermaydi. Shuning uchun qaytarib o'tamiz. Hamma ishni o'zining ustasiga olib keling. Sifatli kafolat bilan uстановка qilib beramiz. Ha, aytgancha, agar siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, super mega chegirma narxida sizga propanni 24 ga yetdi. Birinchidan buni taklif qilamiz. Oldi jihozga 1 yil garantiya, balonga 10 yil. Har qanday turdagi avtomobillarga optim narxda propan va metan sizlarga taklif qilamiz. Bu uстановkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qiling, eng arzon narxlarda uстановка qilib beramiz.